Sizga sifatli santexnika xizmati kerakmi? Albatta, bu xizmatni sizga biz ko'rsatamiz. Biz mana ikkita yonma-yon joylashgan obyektimizda santexnika ishlarini 80% ni bitkazib bo'ldik. Bu obyektimiz G'azalkentda joylashgan. Biz bu obyektimizda shunaqangi holatlarda kollektorlar, nasqadamenniy kollektorlar joylashtirib berganmiz. Har bitta xonaga kommunikatsiya termostat orqali boshqariladigan qilib shunaqangi holatlarda servoperiodga kabellarimizni tashlab ketganmiz. Birinchi etaj yotoqxona qismimiz bo'ladi. Yotoqxona qismimizda ham 100% topli pol joylashtirib berganmiz. Bu xonamizga qo'shimcha radiatorlarni ham ustunovkalarni qilib berganmiz. Bu radiatorlarimizda termogolovkali kranlar qo'yganmiz. Bemalol radiatorning issiqligini shu termogolovkali kran orqali regulировка qilsa bo'ladi. Bu obyektimizda 10 dan ortiq sanuzellar joylashgan. Har bitta sanuzelimizga shunaqangi stroyniy dush smesterlari va devor ichida qoluvchi dushovoy smesterlarni o'rnatib berganmiz. Installyatsiya unitazlarimizni ham o'rnatib berganmiz. Har bitta etajga chiqib ketish kanalizatsiya qismlarimizda turbalarni shunaqangi holatda shum izolyatsiyalarni qilib berganmiz. Bu ikkinchi etaj qismimiz bo'ladi. Ikkinchi etaj qismimizda qo'l qismini ham 100% topli pol qilingan. Keyin bu joyimizga ham shunaqangi holatlarda rasqadamenniy kollektorlar joylashtirganmiz. Har bitta xonani bemalol shu joydan kontrol qila oladi. Kollektordan chiqqan xonaga ketgan konturlarimizga ahamiyat bersalar, har bitta shunaqangi holatlarda izolyatsiyalangan xonani og'ziga olib kelingan. Ertaga nima uchun izolyatsiya kiygizildi degan savol bo'ladigan bo'lsa, ertaga har bitta xonamizga yuborgan issiqligimiz o'z temperaturasiga kelish uchun shunaqangi holatlarda izolyatsiyalangan. Bu obyektimizning 3-etaj qismi bo'ladi. 3-etaj qismi ham koridorlari 100% topli pol. Bu joyga shunaqangi holatlarda kollektorlarimizni ustunovkalarni qilganmiz. Bu tomonga kirib kelganimizda bu tomonimiz ham 100% topli pol joylashgan. Har bitta etajimizga shunaqangi holatlarda kommunikatsiya termostatlarini joylashtirib berganmiz. Bu joyimizga 4G 0.75 simlarni tashlaganmiz. Ertaga kommunikatsiya termostatni joylashtirib, bemalol har bitta xona haroratini shu joydan regulировка qilsa bo'ladi. Kimga shunaqangi sifatli santexnika xizmatlari kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Ishlarni tezda sifatli qilib bitkazib beramiz.